Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bolalar, bu yer qayerda o'ylaysizlar? Bu yer Parsezdagi uyimiz mana. Alloh taolo odamzodni qo'lini gul qilib yaratgan ekan. Alhamdulillah. Mana Alloh fazli bilan chiroyli bo'lgan nabislarimizni qaranglar. Uyni qaranglar ham. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin, ehson qilgan ko'kalar. Alloh taolo mol joninglarga, oila a'zolaringlarga, farzandlaringlarga o'z barakotini yog'dirsin. Qaranglar birodarlar. Subhanalloh. Shu ustakalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Mana santexnik narsalarda ham ne bir magazinga birodarimiz ehson qildi. Aristonda bir birodarimiz ehson qildi. Mo'chiga ketgan hamma narsalarni mana santexnik narsalar. Bo'lmay ustalarimiz endi kafillarni yopishtiryapti. Shularni hammasini ehson qilishdi. Alloh taolo ularni qilgan ehsonlarini qabul qilsin. Mana birodarlar, qo'lmano elektrik ishlarni ham bir birodarimiz hammasini o'zini yonidan qilib ehson qilyapti-da. Kela xizmatini ham qilib beryapti, eng qizig'ichi. Mana. Ham xizmatini qilyapti, ham ehson qilyapti. Subhanalloh. Yerga rakmina qo'ydi, endi mana yerga kuxunniy mebel qo'yib qo'yishimiz kerak. Kuxunniy mebel ataganlar bo'lsa, aloqa istsalar qo'yib beramiz inshaalloh. Xo'p. Endi matta fasadda ozgina ishimiz qoldi. Shu berandamizni yuvib netib, laklab surkab, chaspegini qoqib qo'ysak inshaalloh. Endi bu gastriniyimiz ham mana og'oylari bo'ldi. Kecha natijani patologiya ehson qiladigan birodarlarimiz bor. Shu birodarlarimiz natijlarni o'lchab ketishdi. Kelishguncha falgalarni qoqib qo'yamizda inshaalloh. Kelib natijalarni ham qoqishadi. Mana. Daroshkalarni qaranglar. Steshkalarni qaranglar. Alloh fazli bilan hamma bekam ko'z bo'ldi, alhamdulillah. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Qancha minnatdorchilik qilsak bu oz. Salomat bo'linglar.